Assalomu alaykum, hurmatli Odob Nazm Navo kanalining ashiyatli muxlislari va YouTube tomoshabinlari. Men sizlar bilan bugun g'oyibona uchrashib turganimdan behad xursandman. Bugungi videomiz Komiljon ustoz deb nomlanadi. Bu Komiljon Hofiz Komiljon ustoz emas, shunchaki ustoz san'atkor Komiljon akaning otdoshlari Turdiyev Komiljon Sheraliyevich 26 yildan buyon Yunusoboddagi vatanparvar avtomaktabida nazariyadan bo'lajak haydovchilarga dars berib keladilar. Video davomida biz Komiljon ustoz haqida yana to'xtalib o'tamiz. Mana biz Yunusobodning Sulum go'shalaridan birida joylashgan vatanparvar avtomaktabidamiz. Bu maktabda Anvarjon ukamiz rahbarlik qiladilar. O'quv darslari bo'yicha yordamchilari Said Azim aka. Ularning ishlari ko'p bo'lganligi uchun ularga xalal bermaslik uchun o'zimiz, ya'ni Kamina-i Kamtarin bu avtomaktabda o'qitish jarayonini baholi qudrat video davomida yoritib borishga harakat qilaman. Vatanparvar avtomaktabi bo'lgani uchun vatanparvar jamoasi haqida qisqacha to'xtalib o'tirishni lozim topdim. Vatanparvar jamoasida ko'p sport turlari mavjud. Ularning musobaqalarda olgan sovrinlarini mana ko'rib turibsizlar. Mana devorda stend. Bu stendda turli xil sportlar bo'yicha ko'p mehnatlari singan ustozlarning suratlari ko'rib turibdi. O'quv xonalari joylashgan 3-qavatda ko'taramiz. Mana koridor devorlarida transportlar haqida ma'lumot beradigan chiroyli stendlar koridorni bezab turibdi. Mana bu o'quv xonasi mo'jazgina, chiroyligina bezatilgan o'quv xonasi. O'quvchilar bo'lajak haydovchilari kelmaganlar. Endi avtomaktabning avtodrom maydonchasi tomon yo'l olamiz. Mana yo'l oq chiziqlar bilan ajratilgan.
turli xil belgilar, svetoforlar bilan jihozlangan avtodrom maydonchasi. Biz mashina o'rgatish bo'yicha yo'riqchi Shokirov Avazjon bilan uchrashdik. Biz 671 raqamli Lacetti avtomashinasida men Kaminai Kamtarin haydovchi sifatida avtomashqlar bajarishga boshladik. Rulda Kaminai Kamtarin. Bu avtomaktabda Avazjondan tashqari Odil aka, G'ayratjon, Dilshod, Jamshid va men nomlari bilmagan ko'plab malakali yo'riqchilar mavjud. Ularga bugun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Mana biz harakatlanish start chizig'idan boshladik. Chapga burilishga chiroqlarni yoqib, start chizig'idan o'tib, yana chapga burilish chirog'ini o'chirdik. Piyodalar o'tish joyiga yetmasdan to'xtadik. Men mana estakadaga yaqinlashamiz. Chiziqqa yetmasdan to'xtab o'tdik. Ehtiyotkorona estakadadan ilon iziga tushdik va u bo'yi ehtiyotkorona harakatlanyapmiz. Mana ilon izi tugadi. Endi 90 gradusli burishlar bo'ylab ehtiyotkorona pavorotniklarni yoqib harakat qilyapmiz. Mana tezlanish bo'limiga o'tdik. Tezlikni oshirib harakat qildik. Tezlikni pasaytirib mana poyezd o'tadigan peryezdda to'xtab o'tyapmiz. Svetofordan chapga qayrildik. Orqa bilan kiradigan garajga yaqinlashamiz. Mana garajga orqa bilan kirib, bu orqa balonlarni oq liniyaga fiksatsiya qildirib, pavorotniklarni o'ngga yoqib chiqib ketyapmiz. Instruktor Avazjon Kamtarin, kam gap, malakali yo'riqchi, jonkuyar haydovchilarimizdandir. Ular o'qituvchilarga astoydil o'git beradilar. Mana parallelniy parkovkaga ham yetib keldik. Mo'ljalni olib, rulni 1,5 oborotga o'ngga burib, orqa bilan yurib, mashinani o'ng balonni sariq chiziq ustiga chiqqanda to'xtab, rulni to'g'rilab oldik. Keyin chap g'ildiraklarni sariq chiziq ustiga chiqarib, to'xtab, rulni 1,5 oborotga chapga burib, orqaga yurib, mashina bilan liniya parallel holatda kelganida to'xtab, rulni 1,5 oborotga o'ngga burib to'g'rilab oldik. So'ng ozgina orqaga yurib to'xtadik. O'ng chap pavorotnikni yoqib, rulni oxirigacha chapga burib chiqib, to'g'rilab yurib, o'ngga burilib, svetoforning yashil ranglarida o'tib chapga burildik. Finish chizig'iga yaqinlashib keldik. To'xtadik. Biz instruktor Avazjon ukamizga minnatdorchilik bildirib, o'quv xonalari sari yo'l oldik.
Mana 3-qavatga ko'tarilib kelyapmiz. Komiljon ustoz darsda bo'lganliklari uchun o'quv xonasiga kirib, kishiga xalaqit bermasdan video olishga boshladik. Komiljon aka o'ng qo'l qoidasini haydovchilarga tushuntirayotgan ekanlar. Komiljon ustoz juda kamtarin odam. U kishi haqidagi ba'zi bir ma'lumotlarni kaminayi kamtarin efir ortida so'zlab beraman. Men o'zlari buni aytmasliklarini bilaman. Komiljon aka 26 yildan buyon bo'lajak haydovchilarga nazariyadan o'git beradilar. O'tilgan mavzularni iste'moli ravishda o'quvchilardan so'rab, o'zlashtirish qanaqaligini aniqlab baholab boradilar. Komiljon ustoz mavzularni o'tib bo'lgandan keyin yetarli muddatda bo'lajak haydovchilarga kompyuterdan test eshittirib, tushunmagan joylarini tushuntirib boradilar. Komiljon ustoz talabchan ustozdir. Komiljon aka malakali mutaxassis. U o'z sohasini yaxshi biladigan kishi. O'zi bilgan bilimni to'laligicha o'quvchilarga yetkazа oladigan ustozdir. Men shaxsan Komiljon ustozni mashaqqatli ishlarida ulkan muvaffaqiyatlar, mustahkam sog'lik va oilaviy xotirjamlik tilab qolaman. Shuning bilan videomiz ham nihoyasiga yetib keldi. Hurmatli muxlislar, aziz YouTube tomoshabinlari, keyingi videolarda uchrashguncha sog' salomat bo'linglar. Xayr.